14 milliard dollardan ortiq pulini xayriya qilgan milliarder. Tasavvur qiling, bir kishi butun boyligini jamg'arib, keyin uni boshqalarga hadya qildi. Bu inson Sulaymon al-Rojihiy. U oddiy dehqon oilasidan chiqib, dunyoning eng boy insonlaridan biriga aylandi. U Saudiya Arabistonidagi eng yirik islom banklaridan biri Al-Rojihiy bank asoschilaridan bo'ldi va boyligi 16 milliard dollarga yetdi. Lekin u o'z boyligiga emas, xayriya qilishga oshiqdi. Hayotining oxiriga kelib 14 milliard dollardan ortiq pulini saxovat yo'liga sarfladi. U 6000 ta masjid qurdi. Minglab talabalarga bepul ta'lim berdi. Oila va ehtiyojmandlarga yordam jamg'armasini tashkil etdi. Halol tadbirkorlik rivoji uchun katta sarmoya kiritdi. Sulaymon al-Rojihiy nafaqat pulini, balki dehqonchilikdan kelgan daromadini ham xayriya qilgan. Uning 200 ming tup xurmo daraxti bor va har yili Ramazon oyida tonnalab xurmo bepul tarqatiladi. U shunday derdi: boylik sinov. Uni to'g'ri ishlata olsang, haqiqiy g'olib sen bo'lasan. Bizda milliardlar bo'lmasa ham yaxshilik va mehr ulashish imkoniyati bor.